qanaqa qilib yopiladi? Buni siri nimada? Logistikada ish soatim ham 12 soat. Soat ertalab 4 dan boshlanadi. Namoyon payti 4 gacha. Shu orada institut darsida qatnashib turib ham ishimni qilaman. Va ishim tugash arafasida keyin kursning darslarini qilishni boshlayman va kursga kelaman. IELTS ham o'qiyapsiz unda? IELTSim hali qachon bor? Necha IELTS? ICP ni olasiz, keyin nima qilasiz bilasizmi? Albatta. Hamma yomon bilasizlar bu yog'ini. Harbiy sohada o'qiganman dedingiz, to'g'rimi? Ehtimol bilan kelajakda ya'ni kiberxavfsizlikni o'rganib, kiberxavfsizlik bilan bog'liq qanaqadir startap qilishga ham qiziqasiz. Albatta. Bu juda ham muhim. Buncha qimmatlikdagi qanaqadir startap sotilishini o'zi ham bu odamga xursandchilik beradi-da. Chunki yon atrofdagi loyihalarning boshqa hammasi hattoki Windowsda ham buzib kirish mumkin, ya'ni uni ishlash mexanizmini tizimlarga bog'lash. Men oddiy bitta tizim yoki Windows nima uchun ishlatmayapti? Bu orada aksariyat pentestlar Windows ishlatadi yoki so'rashsa nima uchun Windows ishlatmaysan desa, men aytishim mumkin. Masalan, juma xush kelibsiz. Men bugungi suhbatimiz doim aytaman, lekin baribir siz oldingi podkastlarni balki ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Formal holatda emas, ochiq bo'lishini xohlayman. Bemalol siz bilan men boyagi Koreya filmlarida ko'p bo'ladi-yu, bu bir burchakda boyagi nimani tagida, selofanli anaqani choyxonaning tagida choy ichib yoki bo'lmasa lag'mon yeb suhbatlashyapmiz va sizdan bugun men ko'proq feedback olishimga to'g'ri keladi va qo'limdan kelgancha ko'proq savol beraman. Ya'ni bu savollarni sizni eshitayotganlar sizni tajribangizga yoki sizni bilmayman, masalan o'qish tugatdingiz yoki tugatmadingiz endi aniqlashtiramiz. O'shanga qarab baholashadi. Hech qanaqa muammo yo'q. Fikringizni aytishingiz o'zi yetarli. Va mana bunaqa endi biz hacking haqida suhbat qilamiz hozir, katta ehtimol bilan shu bilan yaqin bo'ladi. Agar nimadir qanaqadir web sahifalar bo'lsa, nomlarini aytishingiz shart emas. Va hokazo. Ya'ni kiberxavfsizlik bo'lgani uchun aytyapman. Demak, juma yoshingiz nechidan? Hozir yoshim 21da. 21da. Qayerdadir o'qiysizmi? Westminster institutida 3-kursda talaba. 3-kurs talabasiz va 1 yilgina qoldi, to'g'rimi? Qoldi shunday. Undan keyin nima rejalashtiryapsiz bu orada? Magistratura kiberxavfsizlik bo'yicha. Yana o'shani o'zidan? Amerika. Amerikada. Qanaqadir universitet tanlab qo'ydingizmi? Hozircha Carnegie Mellon universitetini tanlab qo'yganman. Carnegie Mellon. Pensilvaniya shtatida. Juda yaxshi. Grant yutishga harakat qiling. Albatta. IELTS ham o'qiyapsiz unda? IELTSim hali qachon bor? Necha IELTS? 7. IELTS 7 bormi? Endi topshirish oson bo'lmagan, qiyinchiliklar bo'lgan va oxirgi urinishda. Dahshat. IELTS 7 bo'lsa dahshat. Mana IELTSim yo'q, yaxshilashim kerak. Sentyabrda boshlanadigan Oxford Higher Certification of Education da shunga o'xshagan narsa nomi esimdan chiqdi. Ulgurishim kerak. Chunki unga ham menga ham IELTS kerak. Unda sizdan hozir maslahat olar ekanman. Xo'sh, qayerdadir ishlaysizmi hozir? Hozir endi oldindan ishlab kelganim uchun hozir davom ettiryapman logistika markazida. Siz ham logistikada ishlab, ham o'qidingiz shunda, to'g'rimi? Ham o'qidim va ham institutda ham o'qidim. Universitetda ham. Super odam ekansiz, qarang. Hozir bizda o'qishda davom ettiryapsizmi yoki tugatdingizmi? Tugatganimga bir hafta bo'ldi, oxirgi imtihon topshirdim. Super. Ustozingiz kim edi? Bobur. Zo'r. Demak, o'rganish prosesida ICP ni ham katta ehtimol bilan sizlarga o'rgatish prosesidan bizni jarayonda bo'lib o'tdi. Juda yaxshi. Unda kakraz yaxshigina motivatsiya olib qo'yibsizlar. Mana trik anaqasi bor deb. Endi bu yog'iga olasizlar. Nasib bo'lsa shu may oyiga rejalashtiryapman boshlashni. Juda yaxshi. ICP ni olasiz. Keyin nima qilasiz bilasizmi? Albatta. Hamma yomon bilasizlar bu yog'ini. Keyin olib kelasiz bizga sertifikatni, biz tasdiqlashimiz bilan siz 50% bizdan olasiz qaytarib. Nasib. Juda yaxshi. Xo'p, endi logistikada ishlarkansiz va ham o'qidingiz kiberxavfsizlikda va ham universitetda o'qidingiz. Qanaqa qilib yopladingiz? Buni siri nimada? To'g'risi oson bo'lmadi. Chunki logistikada ish soatim ham 12 soat. Soat ertalab 4 dan boshlanadi. Namoyon payti 4 gacha. Shu orada ham institut darsida qatnashib turib ham ishimni qilaman. Va ishim tugash arafasida keyin kursning darslarini qilishni boshlayman va kursga kelaman. Nima dedingiz? 7 dan 9 gacha. Westminster dedingiz, to'g'rimi? Westminsterda. Westminsterdagilar o'rnak olinglar. Hazil, ya'ni juda yaxshi. Xursandman. 12 soat demak ish vaqti. Undan keyin o'sha vaqtning o'zida ham universitet,
yana boshqa ishlar va hokazo mayda-chuyda ishlar bor va undan tashqariki vaqtda hatto kiberxavfsizlik. Xo'p, unda birinchi savolim, hatto kiberxavfsizlikni o'rganishni nima uchun tanladingiz? To'g'risi bu kiberxavfsizlik meni yoshligimdan qiziqtirib kelgan va birinchi bo'lib qiziqishimni shu 2013-yilda chiqqan film, o'sha mashhur Snowdenning filmi. O'sha menga birinchi taassurot qoldirgan. Bu yerda bo'layotgan tizim va shu insonni haqiqiy shu real hayotda borligi, ya'ni hozirda Rossiyada istiqomat qilayotganligi va u qanday narsalarni boshdan kechirganligi, tizimni qanday buzib kirish va o'sha yerda ham birinchi bo'lib ko'rganman kompyuterni web kamerasini masofadan yoqish tizimlarini, shu haqida ma'lumot berayotganligini. Shu menga birinchi taassurot uyg'otgan. O'zimni o'tmishimdan gapiradigan bo'lsam, men harbiy sohada o'qib kelganman va Westminsterni tanlashimda shu ma'lum bir sabablar bo'lgan, shu uchun sohamni lekin o'zgartirmayman. Kelajakda balkim davom ettirishim mumkin kiberxavfsizlik bilan harbiy sohada. Lekin hozirda shu Westminster va magistraturadan keyin reja qilyapman. Juda zo'r. Qarang, Juma, harbiy sohada o'qiganman dedingiz, to'g'rimi? Keyin Westminster universitetidagi yo'nalishingiz nima edi? Business Information Technology and Computer Science. Unda katta ehtimol bilan kelajakda ya'ni kiberxavfsizlikni o'rganib, kiberxavfsizlik bilan bog'liq qanaqadir startap qilishga ham qiziqasiz. Albatta. Bu juda ham muhim. Boyaga oxirgi bitta video chiqardim. Videoda aytgandimki, $32 milliard evaziga bizni Google sotib oladi degandim. Keyin o'sha videoni ertasi kun sotib oldi. Va kriptovalyutada Bitcoinda to'lab berdi pulni hammasini. Va bu kiberxavfsizlikdagi startaplarning ichida eng katta sotilgani bo'ldi-da. Unisi ham mayli, lekin kiberxavfsizlikda buncha qimmatlikdagi qanaqadir startap sotilishini o'zi ham bu odamga xursandchilik beradi-da. Chunki yon atrofdagi loyihalarning boshqa hammasi dizayn bilan bog'liq yoki dasturlash bilan bog'liq va hokazo. Kiberxavfsizlikda yo'q edi. Kiberxavfsizlikda ham bitta katta trend bo'ldi. Xo'p, umumiy o'rganish protsessi tugadi va bu o'rganish protsessida qaysidir mavzu bormi sizga qiyinlik qilgan va yoki bo'lmasa qaysi mavzuni ko'proq yaxshi ko'rdingiz? To'g'risi, barcha mavzular juda ham yoqdi. Endi to'g'ri, boshida menda bo'ladigan jarayon qiyinday tuyuladi. To boshlamagunimcha, ya'ni boshlab birinchi qadamni qo'ymagunimcha hamma narsa qiyinday tuyuladi. Boshlaganimdan keyin yaxshi ko'rib qolasiz, hamma nima qilmoqchi bo'lsangiz. Endi men boshida Kalidan agar o'sha basic of Kalidan boshlagan bo'lsak, Kali o'zi bu nimaligini oldin tushuncham yo'q edi. Shu etap tizimlar nimaligi to'g'risida, Windowsda qanday buzib kirish mavjudligi. Bu orada buzib kirish hozir kimlar uchundir mavhum narsa. Shunday. Bu ishonmaydi ham. Pastda masalan Instagram nomli buzib kirish kerak degan qanaqadir video ko'rishsa ko'p ko'raman. Ingliz zabon auditoriya ham, o'zbek zabon auditoriya ham kirib zo'r bo'lsang, "Men akkauntim buzdi" deydi. Ya'ni hacker bekorchi, seni kommentariyni qidirib yuradi. Va hokazo. Juda yaxshi. Demak, o'sha narsa siz bu yoqda o'rganganingizdan keyin sekin ochilishni boshladi. Shunday. Tizimlar qanaqa buzib kiriladi, Windows ayniqsa qanaqa buzib kiriladi, shunday. Kali nima ekanligi va hokazo. Bu arada Kali Linux'ni nimada kiberxavfsizlik auditoriyasida juda obro'si bor-da. Juda ko'p odam izohlarda mendan shunaqa so'raydi. Kalida Wi-Fi buzishni o'rgating deydi. Wi-Fi buzish haqida nimadir ko'rdingizmi? Sizni videolaringizni kuzataman. Demak, ozgina videolarimni ko'rgan bo'lsangiz, endi sizga savol. Wi-Fi faqat Kalida buziladimi? Yo'q, soatda, misol uchun o'zingizni bir qurilma maxsus yaratishingiz mumkin, soatda buzishingiz mumkin, o'sha dasturni telefonda o'rnatib buzishingiz mumkin. Telefon u yoqda tursin, hattoki Windowsda, oddiy Windowsda ham buzib kirish mumkin, ya'ni uni ishlash mexanizmini tizimlarga bog'lash to'g'ri emas. Kali nima? Kiberxavfsizlikda pentestingda ayniqsa ishlatiladigan eng ko'p toollarni bitta joyda yig'ilgan tizimi. Ya'ni masalan, men oddiy bitta tizim yoki Windows nima uchun ishlatmayapti? Bu orada aksariyat pentestlar Windows ishlatadi. Yoki so'rashsa nima uchun Windows ishlatmaysan desa, men aytishim mumkin masalan. Ya'ni nima qilaman? Har bittasini yana paketini boshqatdan o'rnatib yoki va hokazo activation sotib olib, unda ko'ra Kalini o'rnataman, pentestingni qilaman. Ya'ni men hakerman. Haker bo'lib tizimga pul to'lamayman albatta. Windows ishlatmayman. Albatta faqatgina bu emas sababi. Bu orada Windows'im ham bor. Juda yaxshi. Demak, taassurotlaringiz qanaqa?
Taassurotlar juda ham ajoyib. Men boshida aktiv direktori bu qanday tashkil topganini xayol qilish yo'qda tursin tushunmaganman va o'rganish jarayonida qanday tizimlar borligi, qanday himoya vositalari borligi, Kerberosning o'zi aslida nimaligi, tizimda qanday verifikatsiya qilib ishlashligi to'g'risida etap har bittasini qayta takrorlab, misol uchun so'zlarim bergan qo'shimcha saytlar o'zingiz bilganda Hexboxdan ishlatib ularni yanada chuqurroq o'rganib bildim va imtihon jarayonida eng birinchi bo'lib o'sha aktiv direktorni bajarish xursandman. Bu arada imtihoninglar necha soatlik bo'ldi unda? 24 soatlik. Bu ham 24 soat bo'ldi. Birinchi bizda sinab ko'rishdi. O'sha xalqaro sertifikat, ICP sertifikatini imtihon jarayonini birinchi bo'lib bizda sinashdi. Juda super. Bu arada guruhda jalba qilganlar bo'ldimi? Masalan, imtihon 24 soat bo'ldi. Bu anaqaga o'xshaydi-da. Matematika o'qituvchisi 2 ga 2 ni qo'shishni o'rgatadi, 4 egaligini o'rgatadi, keyin imtihonda ilzosidan chiqarishga o'tib ketadi-yu, shunga o'xshagan narsa bo'ldi-da. Shunday-yu, lekin bolalar bo'lmadi, chunki barcha oxirida juda ham boshiga boshlaganga qaraganda oxirida kam bola qolgan bo'lsa ham, ya'ni bilimga chanqoq bolalar edi, haqiqiy do'st deb ayta olaman. Zo'r. Birga shu mazza qilib imtihon jarayonida o'tdik. Super. Juda xursandman. Xo'p, xudo xolasa bu sertifikatni ketin uzmaysiz. Xalqaro sertifikatlar bilan davom ettirishingiz kerak. Endi Juma, bu nimada kiberxavfsizlikka kirishingizga sababchi nima bo'ldi? Ya'ni nimaga men kiberxavfsizlik xodim bo'lishim kerak deb darrov birdaniga xatga anaqa qildingiz, qaradingiz? O'sha boya aytganimdek, bu jarayonda men litseyda o'qib yurganimda qiziqish boshlagan. O'sha yoshligingizda qiziqish borligi uchun. Shunday. Chunki sohada men o'sha Buxoro ichki ishlar huzuridagi harbiy litseyda tahsil olganman, ichkilar litseyda. O'sha darsliklar davomida ham menga eng ko'p qiziqarli shu informatika darslari bo'lardi. IT bilan bog'liq. IT bilan bog'liq va viloyat bosqichlarida ham informatikadan musobaqalarga tayyorlanganman. Wow. Shu jarayonda qiziqishim ortib va kiberxavfsizlikni aynan shu sohasiga qiziqishimni orttirganman. Endi institutda o'qib yurgan paytimda o'zi qayerda qanday tayyorlanish, bu kurs borligi yoki kimdir aynan shu O'zbekistonda bizga shu narsani o'rgata oladimi deb men ko'p axtarganman, lekin hech kim topa olmaganman. Boshqalar taklif bilan chiqishgan, lekin ular hattoki shunasmi 4 oyda haftasiga 2 soatmi 3 soat dars qo'yib beramiz. U ham ma'lum bir sohada, misol uchun bank tizimida yo ishlaydigan bir odamni o'sha vaqt topib bizga dars beradi deb aytishgan. Keyin men o'sha Instagramda sizni o'sha videolaringizni ko'rib qolganimda, endi to'g'ri birinchi apply, ya'ni topshirishda ulgurmaganman va ikkinchisini ko'rganimda iyul oyida edi. 8-iyulda o'sha keyin topshirganman. Zo'r. Xo'p, hozir tugatdingiz mana o'sha paytda topshirgan vaqtlaringizni eslatdim-da mana sizga endi. Afsusdamisiz yoki demayman-da, to'g'ri qaror qabul qilibsizmi yoki bunaqa emasda yana ham yaxshiroq qaror qabul qila olardingiz? Men o'ylaymanki, juda to'g'ri savol berdi, chunki o'sha vaziyatda bunday kurs sentr yo'q edi. Buni bemalol ayta olaman. Hech kim bunday ta'lim tizimi va bunday roadmap, ya'ni qanday yo'lda borishligini aytishmagandi. Umuman yo'q edi. Shu uchun o'sha qarorga kelib, o'zim endi kanikul payti bo'lsa ham, bizda dam olish payti institutdan, lekin men kelib bu yerda o'qishni boshlaganman. Xursandman. Xo'p, demak, hozirgi jarayonda unda siz kiberxavfsizlik bilan bog'liq ish qarayapsiz, to'g'rimi? Bu narsaga hozir faqat. Yo'q. Hamday bo'ldi. Hozir men o'zimni sohamda, ya'ni o'zim soham deya olmayman. Vaqtinchalik ishlab turgan sohamda ishlab ishni davom ettiryapman, chunki institutim borligi uchun. Albatta. Lekin menga 2 kun oldin institutimdan qo'ng'iroq qilishdi, ya'ni Career Development Centerimiz bor o'zi bizning institutda, Westminsterda. Hozirda ishlayapsizmi, yo'qmi deyishganda, lekin ishlayapman. Baribir ham men sertifikat olgan kiberxavfsizlik sohasi bor dedim. Va ular bo'ldi, barcha olgan sertifikatlaringiz va CV'ingizni tayyorlab tashlang. Bizga aloqaga chiqqan kompaniya, shu vazirliklar bor, o'shalarga biz hujjatlaringizni topshiramiz deyishdi. Bo'ldi, xo'p, oxirgi sertifikatimni olishim bilan mana bugun oldim. Endi borib CV'imni tayyorlab topshiraman. Juda zo'r, juda xursand bo'ldim. Xudo xolisa, o'zim mana duo qilyapman. Ishga kirib keting darrov. Agar yo'q bo'lmasa ham birinchisida juda tabiiy hol. Buni aytishim shart emas.
agar Westminsterda o'qisangiz va universitetga kirishga harakat qilgan bo'lsangiz, masalan, yiqilgan bo'lishingiz mumkin yoki imtihonlarga ko'p kirasiz, imtihonlardan yiqilish bo'lishi mumkin va hokazo. Muhimi undan o'rgangan narsangiz o'sha ish suhbatiga kirishingiz o'zi ham agar juda zo'r narsa bo'ladi. Chunki ularni vaqtini olasiz. U aslida olganda ularning vaqti pullik. Rostdan pullik. Misol uchun ko'chadan kimdir menga vaqt ajratsa, ajratmaydi. Lekin sizga ajratadi. Va siz hozirgi aktual bozorni yoki kompaniyani nima xohlayotganini tushunib, analiz qilib, agar o'sha joydan kamchiligingiz bo'lsa, o'sha yoqqa yo'nalib, yana bir marta topshirib ko'rasiz. Unga topshirishingiz ham shart emas. Boshqa joylarga o'sha tajribadan foydalanib topshirasiz. Shuning uchun bunga o'xshagan ish suhbatlaridan ko'p bo'lsin deb niyat qilaman, lekin tez ishga kirib keting baribir. Endi ishonchim komil bo'lmasa qilmayman. Juda yaxshi. Bu arada mana Bobur ICP sertifikatini olgandan keyin sizlarga aytgan bo'lish kerak. ICP tugagandan keyin yo'l tugab qolmaydi. Bu aniq, lekin ishga kirib ketish uchun tajriba beradigan qo'shimcha sertifikatlar bor. Uni ICP dan ancha arzon turadi. ICP olgandan keyin emas, ICP dan oldin olish ham yaxshi fikr. Nima uchun bunaqa deyapman? Chunki IC2 sertifikatlar haqida gapiryapman. Bu sertifikatlar bozorda tajriba o'rnida o'tadi. Kiberxavfsizlik kompaniyalar bo'lsa, masalan, uning ichidagi imtihonni stilidan kelib chiqib, uning ichidagi ma'lumotlardan kelib chiqib, o'quvchilarga tajriba beradi. Boyaga adashmasam, The Pentester Blueprint ichida ham tajriba olaman, qanaqa tajriba olaman degan qismda aytib o'tilgan sertifikat, mana shu sertifikat. Unga ham topshirib ko'ring. Mayda o'z shundoq ham ICP ga topshirar ekansiz. Yo, u birinchi yoki va hokazo. Uzr gapingiz bo'ldim. Bu sertifikatni bir oy oldin olib bo'lganman. O'xti. IC2 ni olib bo'lganman va uni ya'ni darsini qilmasdan topshirdim va o'sha blueprintda o'rgangan roadmap ma'lumotlar bilan sertifikatni oldim. Juda yaxshi. U adashmasam boshlang'ich sertifikat, yana bor sertifikat. Albatta. O'sha pullik sertifikati bor. O'sha sertifikatni oling. Bu sertifikatni olganingizdan rosa xursand bo'ldim. Demak, bu bilan tanishsiz. Ya'ni bir soat gapirib o'tirishim shart emas. Nima ekanligini shundoq ham tushundingiz. Ishga kirish uchun ishga kirish prosesingizni ham tezlashtiradi bu narsa. Juda yaxshi. Xo'sh, ustozimning o'zilar taklif berdilar. Hozirda yana bitta CRTA degan sertifikatga chegirma ketyapti. $100 o'zi bo'lsa ham narxi, lekin hozirgi chegirma bilan $9 ga topshirib olsangiz bo'ladi. Juda zo'r. O'shanga hozir topshirib qo'yganman. Endi hozir jarayonda bu. Juda zo'r. O'zi ham sertifikat olganda juda yaxshi sertifikat. Ya'ni boyaga odamlar ko'p e'tibor qilmaydi-da. Sertifikat unaqa muhim emas deb o'tirishadi, nima qilishni bilmay. Men ularga shunaqa deyman. Agar sertifikat masalan tekin bo'lsa, IC2 sertifikat tekin, Cisco'ning ba'zi sertifikatlari tekin yoki juda arzon, ol sertifikatlarni. Olish kerak. Nima uchun? Chunki bitta HR portfoliyodagi sertifikatlarga qarab, ya'ni to'xta, bu maniyak ekan, ya'ni bu boyagiday jinni ekan, qara qancha sertifikat olibdi, demak bu sohani ozgina qiziqadi. Bu sohada qaysi sertifikatlar olish kerakligini bilarkan deb qaraydi, shu ko'z bilan qaraydi. Men ham shunaqa qarayman, ya'ni qanaqa sertifikatlari bor. Chunki shu sohada ekanligingizni bildirib turadi bu sertifikatlar. Ba'zilar o'ylaydi, mana sertifikat kerak emas, ya'ni qayoqqa foydasi tegadi? Ishga kirish prosesida foydasi tegadi. Kiberxavfsizlik xodimlaridan umuman diplom so'ralmaydi, ya'ni bu an'ana emas. Albatta, qanaqadir kompaniyalar muhimroq narsalarni kiberxavfsizlik xodimlariga ishonib topshirgani uchun rasmiy ishlarda albatta, ya'ni diplom muhim bo'lishi mumkin. Lekin oddiy ishlarda, oddiy pen testing ishlarida chet elda ham, bizda ham aksariyat joylarda sertifikat so'rashadi. Buni sababi universitetni diplomi keraksizligi emas. Ko'p kishi noto'g'ri tushunadi mana. Buni sababi kiberxavfsizlikda universitet bo'lmasligida. Kiberxavfsizlik diplomini ola olmaysizlar. Sohada boshqacharoq diplom olasizlar. Pentester degan diplom berilmaydi. Shuning uchun ham sertifikatlar muhim kiberxavfsizlikda olishinglar kerak. Juda yaxshi. Institut deganingizda menimcha shu yaqin kelajakda, yaqin ham deya olmayman, shu kelasi 1 yilda O'zbekistonda kiberxavfsizlik institutini ochishni tashabbus bilan chiqishgan. Shunaqa. Rasul Kusherbayev bilan ham gaplashganimizda ularga aytdim, fevral oyida, 2025-yil fevral oyida kiberxavfsizlik universiteti ochilishi bilan bog'liq qaror chiqarildi. Hali universitetda o'zi tayyor emas, hali ish faoliyatiga chiqa olmaydi, lekin bor. Buni sababi, ya'ni bitta sohada, umuman yangi bitta sohada universitetlar ochilishi qiyin narsa. Masalan, bundan oldingi universitet IT universitet edi. IT universitet, IT Park universiteti deyishganda hamma hayron qoldi. Faqat IT ga ixtisoslashgan universitet bo'lar ekanmi deb. Va hozir kiberxavfsizlikni o'zigagina ixtisoslashgan universitet ochilyapti. Boshqa universitetlarning qoshida magistraturani o'tash uchun kiberxavfsizlik darslari qo'shilish majburiy qilindi. Umuman alohida universitet katta ehtimol bilan 4 yillik tizim bilan kiberxavfsizlik diplomi bilan tugatadi. Juda yaxshi. Albatta.
Xo'sh, endi kiberxavfsizlik bilan bog'liq Amerikada davom ettiryapman deyapsiz, to'g'rimi? Ya'ni Nasib. Xudo xohlasa albatta. Va agar u yoqda davom ettira olsangiz, ham o'qiysiz va ham berilgan muddatda ishlashga harakat qilasiz. U yoqda adashmasam haftasida qancha vaqt muddat ishlashga ruxsat beriladi yoki universitet kampusini o'zini ichida ishlash uchun ruxsat beriladi? Aynan u yerga agarda nasib bo'lsa magistraturaga qabul qilinsam, ishlashni reja qilmayapman, chunki bu soha magistraturaga kirgandan keyin odam maza qilib o'qigisi keladi. Albatta. Shu uchun El-Yurt umidiga birinchi bo'lib topshirib ko'rmoqchiman. Juda yaxshi. Grant. O'zi boshdan grant degan xayolimdan chiqdi. O'shaning uchun El-Yurt umidiga topshirib ko'rmoqchiman va tekshirib ko'rganimda IT sohasida faqat 2 ta grant berilar ekan magistratura uchun. O'rinlar to'lib qolmabdimi ish qilib hali? Yo'q, hali endi ochiladi. Juda yaxshi. O'rinlar to'lib qolmasin, tag'in qaranglar lekin. Yo'q, agarda men OECPni olsam, bu men uchun katta yutuq deb o'ylayman. Albatta, juda muhim. Yaxshi o'ylabsiz, yaxshi reja. Xo'sh, demak, juma masalan Westminster talabalari yoki bilmayman, ya'ni TATU talabalari. Nimaga universitet deyapmanki, ya'ni talaba. O'zimiz biladigan talabalarga nima maslahat bera olasiz kiberxavfsizlikni nimaga o'rganishmasin? Masalan, hamma uchun ham emas kiberxavfsizlik. Kiberxavfsizlikda ham talab qilinadigan narsalar bor. Va bulardan eng muhimi, menimcha katta ehtimol bilan hamma sohadagi sabr. Undaki izlanish kerak. Kiberxavfsizlikda yana faqatgina praktika emas, nazariy ma'lumotlarni ham bilish kerak, o'qish kerak. Sizlar adashmasam 4 ta kitob tugatgansizlar. Privacy and Regulations, The Pen Tester Blueprint, Cyber Security Bible, ya'ni keyingisi yana qaysi bo'lsa, u esimdan chiqdi biroz. Xullas, mana shu kitoblarni tugatgansizlar. Bu kitoblarning ham foydasi bormi va talabalarga ularni ham o'rganishni maslahat berasizmi? Ularga albatta o'rganish maslahat beraman. Endi albatta inson qiziqqan yo'li bilan borishi kerak, chunki hammani bitta sohaga qo'yib bo'lmaydi yo majburlab bo'lmaydi. Lekin o'zimizni institutda ham Information Security moduli bor. O'shanda ham hozir ko'rganimdek, biz nimani o'tayotgan bo'lsak, o'shani beginner levelda o'tib berishadi. Shunaqa universitetlarda ham bor. Shunday o'tib berishadi. Va hozirda institutimizda Computer Science yangi kurs ochilyapti, qo'shilyapti va bu asosan yanada kuchliroq diqqatni qaratadi. Juda zo'r. Kiberxavfsizlikka va keyingi yilga endi nasib bo'lsa oxirgi kurs bo'lganida bizda Network Security bilan kriptografiya moduli qo'shilyapti. Albatta bularni keyingi yilga tanlashni reja qilib qo'yganman. Va biz o'qigan kitoblarga kelsak, to'g'ri, nimani misol uchun mashq qilishda jarayonida nimani qilayotganingizni bilmasangiz, buni hech qanday foydasi yo'q. Ularni har bittasini terminlarini o'rganib, aslida bu narsa qayerda ishlatilgan va misol uchun kiberxavfsizlik bo'yicha qonun GDPR qayerda chiqarilgan va u qayerlarda amal qilishi bo'yicha u o'zi nimaligi va insonlarni qanday huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi tushunchalarni ega bo'lmasdan turib, kiberxavfsizlikdan nimani himoya qilayotganingizni, nimani buzib kirayotganingizni, nimalarni insondan olib qo'yayotganingizni va ularga qanday ta'sir qilishi, qanday zarar yetkazishini bilib bo'lmaydi. Juda yaxshi. Qarang, biznes anaqasida yo'nalishda o'qiyman dedingiz-ku, как раз biznesdan o'zimiz xabaringiz bor, qanaqa bo'lishi va hokazo. Biznes emas, endi biznesga yo'naltirilgan, ya'ni qaratilgan information security. Ozmos. Unaqa nima emas, ozmos. Men ya'ni u bilim bo'lishi ham shart emas. Bu kitoblarning ichidagi kiberxavfsizlikni biznesga integratsiya qilish. Ya'ni bitta biznesga kiberxavfsizlik nima uchun kerakligi haqida ham ma'lumotlar oldinglarmi? Albatta. Misol uchun o'zimizda har bitta modulda ularni ma'lumotlar himoya qilish uchun ham qanday yo'llar saqlanishi. Xuddi shunaqa. O'zimiz hozir yaqinda qoidalar qo'yilishini saqlamoqchi bo'lgan insonlar qanaqa qilib saqlash kerak, qanaqa backuplar olish kerak, qanaqa xavfsizlik choralari olish kerak va masalan kimnidir ma'lumotlarni 3-shaxsga bersam nimalarga e'tibor berishim kerak, foydalanuvchiga qanaqa promptlar chiqarishim kerak va hokazo. Bularni o'rgangansizlar o'sha kitoblarning ichida. Shularni o'rgatishgan. Misol uchun hozirda biz Dataware Business Information Intelligence darsida Dataware House quramiz va ularga ma'lumotlarni ko'chirib o'tkazish va bitta misol uchun mijozlar to'g'risidagi ma'lumotni integratsiya qilish uchun to'g'ridan to'g'ri Dataware House bilan ishlashini olib boramiz va shu uchun ham
va biz shunday tizim qurishimiz kerakki, u SQL injection yoki shunga o'xshagan oddiy zaifliklardan Juda zo'r. va bundan ham kuchli zaifliklardan himoya qilingan holatda qurilishi kerak. Juda Shuning uchun ham ma'lumotlar o'tish jarayonida turli xil filtrlar qo'yib, passwordlar uchun ham har bittasida zaif va kuchsizliklarni aniqlash jarayoni ham bo'lib o'tadi. Super. Unda bemalol biznesga integratsiyasi qanaqa ishlayotganini tushunibsiz. Men juda xursandman. Xo'sh, demak, qayoqqalagadir ishga topshirib ko'rmadingiz demak boshqa undan to'g'rimi? Demak, kutyapsiz hozircha. Ha, hozir endi Juda yaxshi ish Nasib bu. bo'lsa endi. Ha. Lekin baribir shunaqa maslahat qistirib o'taman, foydali bo'ladi. LinkedIn yoki o'zi shunaqa qilayotgandirsiz. Aha. Yoki masalan HH ga o'xshagan veb sahifalaridan kiberxavfsizlik bo'yicha tizim, tarmoq administratorligi, pentesterlik bo'yicha ishlarni qidirib qo'ying. Ora-sirada chiqadigan ishlarga masalan CV jo'natib ko'ring va ular uchun ham suhbat belgilab ko'ring. Agar ishga kirish niyatingiz bo'lmasa ham, oxirida qancha maosh xohlaysan desa, $10,000 deysiz, bo'ldi. Ishga kirmaysiz. Shunchaki suhbatlashib, qanaqa suhbat bo'layapti, nima so'rashyapti, nima kamchiligim bor ekan, qaysi birida ko'proq o'rganishim kerakga o'xshagan savollarga javob ola olasiz. Juda yaxshi. Xo'p, unda Juma sekin suhbatning oxiriga kelyapmiz. Sizdan shuni so'rayman, kiberxavfsizlik bilan bog'liq oldin qanaqadir noto'g'ri narsalar tushunganmisiz? Ya'ni kiberxavfsizlik o'zi boshqa narsa ekan yoki sizda bo'lmagan bo'lsa, yon atrofingizdagilarda kiberxavfsizlik bilan bog'liq yoki xakerlik deyman, qanaqa noto'g'ri tushunchalarni ko'rgansiz yoki o'sha tushunchalarni yo'qotish ustida ishlayapsiz? endi men to'g'risi bu tushunchalar bilan katta bo'lmayapman. Men o'sha insonlarni huquqlarini himoya qilib, ularga erkinligi uchun berilgan imkoniyatlarni qaytarib berish to'g'risidagi shu kinolar ko'p ko'raman va ko'radigan kinolarim ham shu mavzuda bo'ladi odatda. Lekin bitta o'rtog'imda shu endi hozirda o'zimizda ko'p ommalashgan holat shu Telegramdan ma'lumotlarni noto'g'ri share qilish yoki aldov yo'llari ustidan shu misol uchun pul yutib oldingiz, shuncha pul tashsangiz, shuna phishing hujum turlari bo'yicha zarar ko'rgan, o'sha haqida aytib bergandi menga. Va shu to'g'risida misol uchun ma'lum bir summa u kartaga o'tkazib berilgan va u kartaga o'tkazib berilgan bo'lsa ham, lekin keyinchalik odam o'sha Telegram akkauntlari o'chirib bloklab tashlagan va shu uchun uni qaytib topa olmagan. Lekin u bola borib arz qilganida bu vaziyat ustidan shunday vaziyatga duch keldim deb aytayaptiki, xodimlar, ya'ni kiberxavfsizlik bo'yicha shug'ullanadigan va shunday muammolar hal qilishga yordam beradigan insonlarda bu tizimda bir qiziqish yo'q yoki insonlarga qanday yordam berish bilmaydi, bilim darajasi yetarli emas. Va hali ham o'sha misol uchun oddiy kelgan 1,5 million so'm edi adashmasam, o'sha muammo bo'yicha qaytib chiqishgani ham yo'q. Lekin u 102 ga telefon qilib shu bo'yicha vaziyat bo'yicha arz qilgan bo'lsa ham, lekin aholiga hali ham yordam berishmayapti. Lekin buni topish men o'ylaymanki unchalik qiyin emas, chunki o'sha agarda kartadan tranzaksiyalar bo'yicha orqasidan tushishganida u bemalol qayerdan qayerga nimaga o'tib ketgani keyslar bo'lishi mumkin. Keyslar har xil bo'lishi mumkin. Shunday. Birinchi muammo bunga xodim yetishmasligi deb o'ylayman. To'g'ri. Xodim yetishmasligi, xodim xudo xolasa sizlar, ya'ni xat bitiruvchilari, boshqa joyda kiberxavfsizlikni o'rganayotgan O'zbekiston yoshlari endi sekin-sekin kiberxavfsizlik bilan bog'liq kiberxavfsizlik markazini o'zini ham, boshqa kompaniyalarni ham sekin-sekin to'ldirishni boshlashadi. Va plus ba'zida boyagi nimada bunaqa skem usullari bilan olingan pullar kimning nomida ekanligi haqida o'zini ham xabar bo'lmagan insonlar chiqadi orqasidan. To'g'ri. Ya'ni masalan, hozir xakerlar boshqani nomiga kredit rasmiylashtiryapti-yu. Shunday. Insonlar o'ylamasin, ular bir qancha boshqa odamlarning nomiga kredit karta rasmiylashtira oladi va o'sha kredit kartalari bilan ishlatadi va ularning tranzaksiyalari ba'zan, ya'ni men shaxsan tajribam bo'lmagan, lekin katta ehtimol bilan ko'p vaziyatlarda, hammasida emas, ko'p vaziyatlarda tupikka borib taqaladi, ya'ni topishning imkoniyati juda ham kamayadi. Juda yaxshi. Xo'p, endi kiberxavfsizlikni endi boshlamoqchi bo'lganlar bo'lsa, hali yoshlar yoki yosh katta yoki siz yoshlikdagi kiberxavfsizlikni boshlamoqchi, lekin sohani nima ekanligini tushunmayapti, ozmas tushunchaga ega bo'ldi. Endi savoli bor. Nima uchun kiberxavfsizlikni o'rganishim kerak? Siz nima uchun kiberxavfsizlikni o'rgandingiz? O'zingiz sababingiz.
Ya'ni masalan yoshlikda qiziqadigan boshqa narsalarimiz ham bor. Futbol o'ynash ham qiziqarli, kurash tushish ba'zida qiziqarli bo'ladi. Ularni tanlamaganimizda ham sabablari bo'ladi. Baribir, ya'ni kiberxavfsizlikni yoshlikdan yaxshi ko'rganimiz bilan bizning sababimiz bo'ladi. Ha, shuni chindan yaxshi ko'raman va olib ketaman va shunaqa natijaga erishaman yoki shuning uchun men natijaga erisha olaman deydi. Sizda shunaqa bormi? Men tavsiya beraman. Agarda siz insonlarni kuzatishni juda ham yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, endi bu misol uchun o'rganish, Tushundim. ma'nosida aytyapman. Albatta. Va ularni harakatlarini kuzatib ishni yoqtirsangiz, bu o'zimda ko'p uchraydi. Chunki boshqalar qanday harakat qiladi, ularni yuz tuzilishlarini o'rganish, nima uchun havani har xilligini ko'rish. Agarda shunday qiziqishlari bo'lsa va detektiv kitoblarini o'qishda juda ham qiziqishlari bo'lsa. Mana shu maslahatni berardim. Chunki o'zimni eng yoqtirgan kitoblarimdan biri bu Raqamli qal'a kitobi. Juda zo'r kitob. Shunday kitoblarni o'qishni yoqtirishsa agar juda ham maslahat beraman kiberxavfsizlik sohasini tanlashga va asosan aqliy tomonlama juda ham kuchli bo'lishsa. Chunki kiberxavfsizlikda mantiq juda ham muhim rol o'ynaydi. Shunaqa. Aynan doimiy bir xil tizimda yoki bir xil jarayonda ishni olib borish degan narsa yo'q. Shunaqa. Bu o'zgacha g'oyalar o'ylab topish, yangicha usullar o'ylab topish. Tizimda hatto tasavvur qilinmagan joylarda yoki o'ylanilmagan, hatto o'sha tizimni yaratgan odam ham bilmaydigan tomondan yondashib shu masalaga, ya'ni zaifliklarni topa olish hislatlari yoki shunday jarayonlarga qiziqishi bo'lsa insonim, bunga asosan matematiklarni olib qarayman, chunki ular bitta masalani turli xil tomonlardan yondashib yechishga harakat qilishadi. Albatta. Ya'ni bu yoqdagi aytilmoqchi bo'lgan narsa shu menimcha, tizimlarda doim bir xil buzib kirish amalga oshirilmaydi. Masalan, bitta tizim bor, Windows 7.3 versiyasi. Bu doim bir xil buzib kirilmaydi. Ba'zida ma'lumotlar bazasidan buzib kirishlarga to'g'ri keladi. Ba'zida bilmayman, XSS orqali buzib kirishlarga to'g'ri keladi. Yana ba'zida bilmayman, reverse shell yuklab chiqarasiz. Yana ba'zida pezlar va hokazo va hokazo. Shunaqa. Ya'ni bu narsaga, hozir siz aytgan narsaga yaxshiroq yetishish uchun matematiklarni ham qiladigan narsasi shu, ko'p praktika qiladi, ko'p masala yechadi, ko'p misol yechadi. Va buni ham shunaqa misol yechish orqali shakllantirish mumkin. Va siz aytganingizdek, masalan, detektiv kitoblarga, badiiy kitoblarga qiziqadiganlar masalan turli xil joylardan qarashga harakat qiladi. Chunki Sherlock Holmes masalan stol ustiga qaraganda butun stolni ko'radi. Ya'ni stolni burchagi qanaqa hozir, stolda nimadir to'kilganmi yoki stolni o'z rangi qanaqa va hokazo e'tibor qiladi. Aslida kiberxavfsizlik xodimiga ham bitta veb sahifaga buzib kirishga harakat qilganda kerak bo'ladigan qobiliyat shu. Ya'ni veb sahifani hamma ma'lumotini yig'ganimizdan keyin tepadan qaraymiz. Bu tomoni zaifga o'xshayapti yoki men bu yoqda versiya zaifligi bor, bundan harakat qilib ko'raman va hokazo. Yoki bo'lmasa buzib kirgandan keyin qanaqa amaliyot bajarishi, hakerlar qanaqa amaliyotlar bajarishi mumkinligi haqidagi yaxshiroq fikrlash qobiliyati. Juda yaxshi. Bunga aslida Sherlock Holmes stol ustiga qaraganda biz tizimni xuddi shu darajada kichraytirib tashqi tomondan qarab ko'ramiz. Xuddi shunaqa. Pentesterlarning qiladigan ishi. Juda yaxshi. Unda Shuma sizga omad tilayman va xudo xolasa keyingi prosesslaringizda ishga kirganingizdan keyin ham bitta suhbat qilishni xohlayman. Va bu orada agar so'rash esimdan chiqdi, bu nimada hatto o'qishingiz uchun moliyaviy yordam kim berdi? Dadingiz, oyingiz, buvingiz, o'zingiz, akangiz? O'zim. O'zingiz. Ya'ni ishlab, to'g'rimi? Shunday. Wow, dahshat. Unda sizga quticha kerak emas ekan. Mana unaqa quticha qiling demoqchi edim. O'tgan suhbatlarimizda aytib o'tayotgandim, esimdan chiqmasin deb sizga ham aytayapman. Qutichani yig'ing demoqchi edim, o'zingizga o'zingiz qiling bo'lmasa, ya'ni. O'zingizga o'zimga o'zim qaytaraman deb achchiq qiling. Keyin pulni yig'ingda, keyin katta pul bo'lgandan keyin nimadir ishga tiking yoki ya'ni masalan maygacha sekin-sekin agar ish topa olsangiz, ICP sertifikati uchun to'lovni yana o'zingiz amalga oshirasiz. Nasib. Juda yaxshi, xursand bo'ldim. Ota-onamning hissalari juda katta bo'lgan. Albatta, endi birinchi, ikkinchi oyliklaringiz ularga ketadi. Undan keyin sekin-sekin yig'ishni boshlaysiz. Xo'p, Jumayani qo'shimcha bizlarni ko'rayotganlar uchun qanaqadir maslahatingiz bo'lishi mumkin. Men bu videoni o'zi boshida aytmoqchi edim-da. Bu video bizning shunaqa suhbatimiz bo'lishini xohlayman. Bundan 2 yildan keyin, 3 yildan keyin, 5 yildan keyin Amerikaga ketaman deyapsiz. Amerikada bilmayman, sohil oldida notebookni nimangizni ochib, tizingizda ochib videoni tomosha qilishingiz mumkin. O'sha paytda ham mana bunaqa
kamchiliklarim bo'lgan ekan yoki hamma bu narsani zo'r aytgan ekanman deb. Xuddi hozir yoshligimizda qanaqadir videolarimizni, rasmlarimizni ko'ramiz, keyin hayron qolamiz. Masalan, juda yoshlikdagini ko'rsak, qari rosa sho'x bo'lgan ekanman va hokazo. Shunga o'xshab eslashingizni xohlayman va o'sha paytda kommentariyani bittagina yozib qo'yasiz. Mana bunaqa feedbackim bor, mana oradan 3 yil o'tdi deb, xudo xolasa. Albatta, nasib. Xo'p, unda Juma yana qo'shimcha qanaqadir taassurotlaringiz haqida bo'lishmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasa maslahat bermoqchi bo'lsangiz, eshitaman. Men xo'p bitta narsani qo'shimcha qilib o'tmoqchiman. Shu o'qish jarayonida Bobur ustozimiz aytgandilar, oxirida yaxshi o'qigan ikkita bolaga Xbox'dagi pentesterlik bo'yicha yoki CV bo'yicha, ya'ni web application pentesting bo'yicha sertifikatlarni xohlagan bittasiga to'lovni amalga oshiraman deb. Bobur kuchaydi. Молодец ekan. Juda ham xursand bo'ldim. Shunday va o'sha birinchi o'rinni olganim uchun pul mukofoti berishdi. Juda ham xursandman. Boburni men buning uchun support qilaman. Boburni men buning uchun support qilaman, xudo xolasa. Undan xursandman. Sizning roziligingiz meni ham yana bir marta xursand qildi va xudo xolasa keyingi sertifikatlaringizni olganingizda Boburni bir anaqaga olib borib, kafegami, bir o'tiradigan joyga olib borib, sekin 1 soat 2 soat vayigiday qilib birga dam olib suhbatlashishinglarni xohlayman. Nasib bo'lsa, unda kelajakdagi ishlaringizga omad tilayman. Faqat kuchli bo'ling, kuchli bo'lish sizdan chiqmasin. O'zingiz shundoq ham ishlab uzgan ekansiz, had bilan o'zingizni ishlab shu imkoniyatlarni o'z uchun yaratayotgan ekansiz. Sizga ko'p maslahat bera olmas ekanman, siz menga maslahat berishingiz kerak ekan ko'proq. Shuning uchun xudo xolasa faqat omad tilayman. Aytganimdek, ishga kirganingizdan keyin doim eshigimiz ochiq, kelsangiz suhbatingizni olamiz va sizni ko'rayotgan insonlar sizdan faqat feedback oladi. Yaxshi. Keyin men had o'quv markazida doim endi sertifikatlar burchagini shakllantirganman. Sizlarning sertifikatinglar bizning cover rasmimiz bilan yonida qo'yib qo'yiladi va qachon yo'lingizga tushsa, bir marta kirib, shu o'qigandim va hokazo deb o'tishinglarni tilayman. Rahmat. Juma rahmat kattakon. Kattakon. Men sizni kuzatib qo'yaman. Podkastimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Kiber xavfsizlik bilan bog'liq mutaxassis bo'lish niyatinglar bo'lsa va buni onlayn yoki offlayn amalga oshirmoqchi bo'lsanglar, had mashg'ulotlar markazi sifatida sizlarga yordam berishga tayyor biza va bizadagi intensiv kurslar 8 oydan 10 oygacha bo'lgan intensiv kurslar onlayn va yoki offlayn tarzda roadmapini, ichidagi ma'lumotlarini, kurs narxlarini va hokazo had.uz yoki had.ai web sahifalaridan olishinglar mumkin va agar batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, ekranga chiqqan raqamlarga telefon qilib ma'lumot olishinglar mumkin. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, yana ham ko'proq savollar qoldiringlar. Keyingi sonlarimizda boshqa o'quvchilar, boshqa bitiruvchilar bilan suhbatlarda o'sha savollarni berishga harakat qilaman.